Hello everyone. Today we'll talk about the words and sentences to describe the weather conditions. Bugun biz ob-havo sharoitini tasvirlashda ishlatilinadigan so'zlar haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda bugun havo qanday ekanligini aytish bo'yicha so'zlarni ko'rib o'tamiz. It is sunny, it is rainy, it is cloudy, it is windy. yoki today it is sunny yoki it is sunny today. Bugun havo quyoshli yoki it is rainy today bo'lsa bugun havo yomg'irli, ya'ni bugun yomg'ir yog'yapti degan ma'nolarni bildiradi. Fasllar va harorat haqida gapirish esa quyidagicha so'zlashishimiz mumkin. It is summer now. Hozir yoz fasli. The weather is very hot. Havo juda issiq. Ob-havoga bog'liq bir nechta lug'atlarimiz ham bor. Masalan, spring bu bahor yoki summer bu yoz, autumn yoki fall bu kuz ma'nolarini bildiradi. Oxirgi qolgan faslimiz ingliz tilida qanday aytiladi bilasizmi? Buni kommentariyada yozib qoldiring. Yoki issiq hot, sovuq cold and etc. For example, it is a sunny day today. The weather is warm and nice. Bugun havo quyoshli, ob-havo iliq va yaxshi. Bugungi o'rganadiganlarimiz shulardan iborat edi. See you.